Assalomu alaykum. Elektrotexnika uz kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun akkumulyatorli batareyalarni hajmini o'lchovchi pribor, ya'ni yomkostini o'lchovchi pribor haqidagi tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, bizda mana 12 volt 5 amper soatlik akkumulyatorimiz bor. 12 volt degani bu kuchlanishi, buni yaxshi bilasizlar. 5 amper soat bu hajmi. Ya'ni 5 amperdan 1 soat bera oladi. Agar 1 amperdan bo'lsa 5 soat bera oladi. Amalda ko'p eshitganmiz 55lik, 60lik deb turib, ana shu 55, 60 bu hajmlari. Kuchlanishni oddiy voltmetr bilan o'lchash mumkin. Buni ko'p amalga oshirgansizlar. Lekin hajmini qanday qilib o'lchashimiz mumkin degan savollar bo'lishi tabiiy. Hajmni o'lchash uchun bizga maxsus priborlar kerak bo'ladi. Mana priborimiz, tester yomkosti akkumulyatori. Akkumulyator hajmini o'lchovchi priborimiz, SCAD. Mana buning uchun akkumulyatorga ulab olamiz. Mana bizda bu akkumulyatorimizni klemmalari bunaqa. Katta akkumulyatorga ulash uchun mana maxsus klemmalari ham mavjud. Ana endi mana plyusga ulaymiz. Plyusga. Va minusga ulab olamiz. Shunda mana kuchlanishimiz 12,9 volt. Mana hajmi 5,9 amper soat. Mana ulaganimizdan keyin bu yerda yozib qo'yibdi. Natija 10-15 sekundda bo'ladi. Bizning akkumulyatorimiz yangi bo'lgani uchun hajm ham ko'proq chiqyapti. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlar yozib qoldiring. Elektrotexnika uz kanaliga obuna bo'ling. Sog' bo'lasizlar.